Kechki bozor e'lonimizga legendarniy Nexia 2 Sons gibrid bez konditsioner yillari 2013-yil kraskalari top-toza, kuzov holatlarini bitta ko'ringlar akalar, tiniq holatda, uzunlari ham joyida turibdi. Mashinaning baloni o'zini zavodskoy tiniq holatda, yangidek bo'lib turibdi. Uni bilgan biladi, o'zi minganlar bitta kommentariyaga yozib ketasizlar akalar. Nexia 2 baribir legenda akalar. Salon holatlari ham tiniq holatda, o'zini zavodskoy, sidenelarida yurgan masofasini bitta ko'ringlar akalar. 41200 km, probegi halol, kraskalari top-toza, bundan tashqari tayyor injektor propan gaz ballonlarigacha uстановka qilib qo'yilgan. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsa akalar, $6100, yana oz-moz sunnatiga o't beradigan joyi bor. Mashinani bitta ko'rib, ustida savdo qiladigan joyi akalar. Videoda yo'qotib qo'ymaslik uchun обязательно Avtoimperiya kanaliga like, podpisatsiya tugmasini bosib qo'yinglar. Nexia 2 ni tinig'ini oqtarayotgan tanishlarga videoda jo'natib qo'yish esdan chiqmasin.